Allama Sabit Damillamning 15 oylik chet el safaridan Sharq Turkistonga qaytishi. Chag'atay Uyg'ur tilidan hozirgi zamon Uyg'ur tiliga o'rguvchi Abdurrazzoq Rajab. Aziz yurtimiz Sharq Turkistonda tunji bo'lib islom nurini parlatgan, Alloh yo'lida jihad qilish sharfiga noil bo'lgan Sultan Sutuq Bo'g'raxonning qabrgoyi joylashgan, zafardas o'limalar bilan dunyoga tunilgan Qashqar shahrining ostin otishdagi Ozoq kentida hijriya 1300-yili, milodiya 1883-yili dunyoga kelgan Allama Sabit Damillam, hijriya 1300-yildan 1352-yili, milodiya 1883-yildan 1934-yillar yashagan. Qashqar va Buxorodagi dаңliq madrasalarda o'qib, yuqori saviyada o'qishni tamomlagandan keyin cho'nqur ilmiy va ixlosi bilan qisqa vaqt ichida Qashqardan nurg'un talibul ilmlarni yetishtirib chiqib, Sharq Turkistondagi katta ulamo va ustozlarning qatoridan o'rin olgan. Sabit Damillam faqat diniy ilmlarda yetishib qolmay, turkcha, arabcha va farscha qatorliq tillarni pishiq biladigan, mazkur tillarda nasri va she'riy shaklda fasohatli so'zlay oladigan, usta notiq ham yoza oladigan qobiliyatli yozuvchi. Qalamda va alamda yetishgan davlat otisi, xalqning holiga echinib, dardlarga darmon bo'lish uchun qalbi vulqondek portlab turadigan jasoratlik mujohid zot edi. Ixlosmand da'vatchi, farosatlik tarbiyachi buvimiz Allama Sabit Damillam 1349-yili, milodi 1931-yili chet elga safar qilib, chet elda 15 oy turgandan keyin Sharq Turkistonga qaytish vaqtida yurtidagi qavmi qarindoshlarga xorma, zamzam og'ach berishni o'ylagan bo'lsa-mu, buning o'rniga xalqning chanqagan ma'naviyatini ilm sharbati bilan qondirishni, ma'naviy islohot elib berib, uyg'onish harakatining asosini chelishni afzal bilib, Aqida Javharlari nomli asrni chet elda nashr qildirib, Sharq Turkistondagi qarindoshlarga hadiya qilgan. Allama Sabit Damillam bu qimmatli risolasining beshida kirish so'z yozgan bo'lib, kirish so'zida o'zining chet elda turish jarayonida egilagan tajriba savoqlarini, inchki mulohizalarini, ilmiy yakunlarini va muhim ta'limotlarini yozib qoldirgan. Peqar Uyg'ur qarindoshlarimizni davlat otisi Mujohid buvimiz Sabit Damillamning qimmatli o'gitlaridan bahramon elish umidida mazkur kitobning kirish so'zini hozirgi zamon Uyg'ur tiliga o'rdim. Bu ilm ma'rifat davlat hukmronlarining xolis xizmatkori, din va millat jangohining ilmdor, vafodor fidokori Damilla Sabit ibn Abdulbaqi Qashqari qo'liga qalam elib, o'z ahvolini mundaq izhor va bayon qildi. Kamina 1349-yili, milodiya 1931-yili qilgan haj safarimda Istanbul, Iskandariya, Misr, Hijaz, Hindiston qatorliq davlatlarni ziyorat qilishga muyassar bo'ldim. Safar jarayonida nurg'un ilm ma'rifatli zotlar bilan ko'rishib, ulardan go'yo yeshilliklar yomg'irdan, kalla quyoshdan bahramon bo'lgandek bahramon bo'ldim. Janobi Allohga cheksiz hamd sanolar bo'lsinki, bu safarimda nurg'un tajriba savoqlarga ega bo'ldim. Sanoqsiz imtihon sinoqlarga duch keldim. Makka Mukarrama, Madina Munavvara va Toyib Sherif qatorliq muqaddas shaharlarda 15 oy turib, shu davrdagi ulamo va mudarrislarning yo'l ko'rsatishi, ulug' zaminning sharofati va xosiyati bilan xeyli ko'p tajriba savoqlarni egilladim. To'limi afsus, bu safarimda qayerga borsam, umum musulmonlarning ahvolining nacharligini ko'rib, ko'nglim bak yerim bo'ldi. Hamda bu masala ustida uzun o'ylandim. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning ko'rsatmalari va ish izlarini, sahoba, tobiin va salaf solihlarning ish izlarini tekshirib tadqiq qildim. Islom dinining usul qoidalarini va diniy hukmlarini kuchimning yetishicha tahlil qilib yechib chiqdim. Qur'ondagi tushunish qiyin ba'zi oyatlarni boshqa iqtidorli ulamolardan so'rab foydalandim. Ondan diniy qarindoshlarimning e'tiqodi va amallarini, ta'lim-tarbiya usullarini Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning siratlaridan, xulafa-ur roshidin bo'lgan 4 xalifaning sunnatlaridan, salaf solihlarning ish izlaridan foydalanib yakunlagan usul qoidalarga selishtirib ko'rishga boshladim. Salaf solihlarning ish izlarini tekshirish jarayonida ularning tavhid aqidasining favqulodda xolis, iymonining sog'lom ekanligini, ularni har doim sunnat ichida, siratul mustaqim, to'g'ri yo'l ustida, bid'atdan yiroq
riyokorlikdan va nom shuhratdan uzoq, gunohning yomon asiridan pok holatda ko'rdim. Ularning axloq fazilatlari, ish-harakatlari va amallarining mezoni, hokimiyatning idoriy va siyosiy ishlarining qonuni Qur'oni Karim va Rasulullohning sunnati bo'lg'achqa, ularda adab axloq, sadoqat, vafodorlik, soflik, rahim-shafqat, hurriyatparvarlik, poklik qatorliq asl axloqlarning g'oyat yuqori saviyada o'zlashtirilganligini, tamaxurlik, qo'rqinchoqlik, ochko'zlik, hiylagarlik, makkorlik, boshboshdoqlik, mutaassiblik qatorliq yomon illatlardan butunlay pok va sog'lom kishilar ekanligini ko'rdim. Ularni Alloh taolaning ey Muhammad so'zga quloq silib, uning eng yaxshisiga ergishadiganlarga, ya'ni taqvodor bandalarga xushxabar bergin. Ana shular Alloh hidoyat qilgan kishilardir, ana shular sog'lom aqida egalaridir. Sura Zumar 17-18 oyatlar. Degan ushbu oyatining mazmuniga uyg'un amal qilib, diniy masalalarda asla qarg'ularcha mutaassib qilmaydiganligini ko'rdim. Ammo xalaflar, ya'ni ulardan keyingilar bo'lsa, kalom va tasavvuf ilmlari orqali tavhid aqidasiga Yunonliklarning gumoni falsafalarini, Ironliklarning xurofotlarini, Yahudilarning Isroiliyat xabarlarini, Ashiri va Kaldaniyalarning asossiz hikoyalarini, Finiklarning xiyollarini, Rafiziylarning jaholatlarini aralashtirib olganligi ayon bo'ldi. Bularning tavhid aqidasi salaf solihlarning aqidasidek xolis ham pokiz emas edi. Ular Qur'on Karim va Sayyidul Mursalin bo'lgan Rasulullohning sunnatining yo'l yo'riqidan chetnab, faqat Janobi Alloh taolodan talab qiladigan narsalarni maxluqotlardan talab qilishdi. Alloh taologa xos bo'lgan sifatlar bilan bandalarni sifatlashdi. Aqidamizni to'g'ri bekitish uchun kitob va sunnatning porloq yo'l yo'riqi, ro'shan dalil paketlari kifoya qilmaydi deb faraz qilishib, ilmiy kalamni ixtiyor qilib, hatto ilmiy kalamni kitob va sunnatni tushunishning tub asosi deb bilishdi. Shuning bilan bu gaplar ularning dillarida go'yo toshga o'yilgan naqshdek yoki kichik vaqtida ko'p takrorlab qon-qiniga singib ketgan Qur'on so'zlaridek cho'nqur yildiz tortdi. Har xil o'y-fikr va ko'z qarashlarning ko'payishiga ergishib, dushmanlarning ilm-fikrlari to'satdan oshdi. Her taraf o'zining havoyi havaslari bo'yicha shakllantirgan fikr iqimini rivojlantirib, bozor topqizish uchun boshqa iqimlarni yo'qotishga harakat qilishga boshladi. Musulmonlar Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan payg'ambar alayhissalomning buni so'ziga tushib qoldi. Alloh bilan qasam qilamanki, Bani Isroilning beshiga kelgan kunlar xuddi kashining ikki peyi bir-biriga udul kelgandek mening ummatimning beshiga bir keladi. Hatto ularning ichida oshkor holda o'z onasiga cheqilganlar bo'lsa, mening ummatim ichidami shunda qiladiganlar bo'ladi. Bani Isroil 72 firqaga bo'lingan bo'lsa, mening ummatim 73 firqaga bo'linadi. Bir firqadan boshqa hammasi do'zaxga kirdi, dedi. Sahobalar, ey Rasululloh, u qaysi firqa deb so'rashdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam men va sahobalarim tutgan yo'lni tutib, shu yo'lda manganlar deb javob berdi. Tirmiziy rivoyat. Xalaflar, ya'ni keyingilar ushbu hadislar bayon qilingandek, dinning tub asosi bo'lgan aqidada necha firqaga bo'linib qolmay, hukmlardami ixtilof qilishdi. Amal ibodatlarga ba'zi bidatlar qo'shildi. Shuning bilan ba'zi sunnatlar tashlanib, bidatlar sunnatlarning o'rniga dastaldi. Turlik urf-odat va qoida-usullar islomiy ahkomlarning qatorida o'rin oldi. Oxirgi hisobda masala va fatvolardagi ixtiloflar kun sayin ko'paydi. Keyingilar mayli tavhid va islomning usul qoidalarida bo'lsin, mayli hukmlarda bo'lsin, salaf solihlardan tuvanroq darajada bo'lg'achqa, ularda ibodatning haqiqiy meg'izi bo'lgan ro'yi qolmay, tosh po'sti qog'ashqa Alloh taolaning yordamiga loyiq bo'lolmadi. Ondan Alloh taolo ularga jalol, ulug'liq sifati bilan qarab, jamal, go'zallik sifati bilan tajalli qilmadi. Bu vaqtda cho'nqur fikr yurgizib, uzun tafakkur qilgandan keyin mundaq o'yga keldim. Xalaflar, ya'ni keyingilar salaf solihlarga o'xshash kitob va sunnatga loyiq ravishda amal qilib, iymon, islom, ihson, qarindoshlik, ittifoqlik, do'stlik, rostchillik, poklik, sabrchanlik, vafodorlik, adolatparvarlik va yaxshilik qatorliq ulug' sifatlarni o'zlashtirgan bo'lsa edi. Yahudilarning Isroiliyat xurofotlaridan yiroq turib, tavhid aqidasini sof qilib, ibodatlarni sunnatga uyg'un shaklda ado qilib, bid'atlardan tamoman qo'l uzib, ta'lim tarbiyani Rasul akram sallallohu alayhi va sallam sahoba kiromlarga
sahabeler tabiinlarga ta'lim tarbiya bergandek ilib berib, tarix ilmini o'rganib, cho'nqur tadqiq qilgan bo'lsa edi, ibodatiga jon paydo bo'lib, Janobi Alloh taolaning yordamiga nail bo'lgan bo'ladi. Bu masala haqida İstanbul, İskenderiye, Mısır, Hicaz ve Hindistan qatorliq davlatlardagi tadqiqotchi ulamolar bilan ilmiy muzokaralarda bo'ldim. Ulamolar ichida kam tepiladigan buyuk yetakchi, mashhur Manar jurnalining bosh muharriri, muhtaram Allama Rashid Riza hazratlari bilan necha so'rinda birga bo'lib fikr almashtirdim. Rashid Riza hazratlari oxiri yakin chiqarib, ustozi Shayx Muhammad Abduning so'zlarini naql qilib mundaq dedi. Ey ilm ma'rifatning shirin amchikini billa emishgan aziz birodarlarim, dardman qarindoshlarim, keyingilarda kitob va sunnatga muvofiq Alloh taolaning yordamiga loyiq musulmonlar bek oz. Ular Isroiliyat xurofotlarga cho'mib, hammanglar Allohning og'amchisiga, ya'ni Allohning diniga mahkam esilinglar. Al-Imron 103-oyat degan oyatda aniq tursimi, mazhab mutaassifligi bilan e'tiqodda, tarmoq masalalarda, tasavvufda har xil firqalarga bo'linib, biri yana birini ozg'unga chiqarib, 400 milliondan ortiq nüfusga ega islom dinini vafosiz avlodlari g'ayib holga tushirib qo'ydi. İslam g'ayib boshlangan, yana ilgirkidek g'ayib holatiga qaytadi. G'ayiblarga xush muborak bo'lsin. Imom Muslim rivoyat degan hadisning mazmuni aniq namoyon bo'ldi. Ey qarindishim, bu ummatning avvalini nima isloq qilgan bo'lsa, oxirini shu narsa isloq qiladi. Toki musulmonlar bir-biriga insof qilib, o'zaro ixtiloflarni tashlab, kitob va sunnatga qaytmoqcha ish o'ngshalmaydi. Ondan u yana davomlashtirib, Amirul Bayan deb nom olgan adib Qalmi Amr ibn Madi Karibning qilichidanmi o'tkir, Livanlik mashhur notiq Shakib Arslanning musulmonlar nimishqa orqada qoldi, boshqalar nimishqa ilgirlab ketdi nomli kitobini menga berdi. Kitobni ko'ngil qo'yib o'qib chiqdim. U kishi model mushu masalani tadqiq qilgan ekan. O'ylab baqsam, kamina mayir komandoz bo'lmasimi, o'qni nishonga yetkazibdi degandek ikki zotning o'qtallardan o'q etibdiman. Buningga ko'p shukr qildim. Ondan bu fikrni texmo pishig'lash uchun nurg'un ulamolarga murojaat qildim. Mahir yetishgan tadqiqotchi ulamolarning ushbu fikrda birdek qarashda ekanligini ko'rdim. Ming afsuski, bu ulamolarga haqiqat ushbu darajada ro'shan ko'rinib tursimi, yana o'zlari axloq, sharkat, so'z, amal, qanoat, zohidlik, parhezkorlik, ibodat, tavakkul, bo'ysunish, taqvodorlik va ihson qatorliq ishlarda loyiq ravishda salaf solihlarga erishamaganligi uchun ilmiy martabasiga qaraganda amal martabasining tuvanligi ko'rinib turadi. Lekin shundaqdimi salaf solihlarning ilmlari ko'p rivoj topganlikdan kitob va sunnatga loyiq ravishda amal qilib ergashganlar oz emas. Allohga cheksiz hamd sanolar bo'lsinki, bu muborak safarimda kuchimning yetishicha nurg'un tajriba savoqlarni egillagan bo'ldim hamda 2 qatim Arafatda turib haj qilishga muvaffaq bo'ldim. Ondan kindi qinim to'kilgan dunyoning jannati va xalqlarning jannat ahlidek adab axloqli bo'lgan aziz vatanim Sharq Turkistonga qaytadigan vaqtimda vahiy tushgan joydan, islom tunji boshlangan makondan qavmi qarindoshlarim uchun ishkanga tugamaydigan, yeganga ozlamaydigan, jonlarga g'izo, dillarga shifo, turli xorma va zamzamlardan alg'osh berib, hadiya qilish xiyolimga keldi. Shundaq bo'lsa-mu, qarindoshlarimga xorma va zamzam elib berishning o'rniga butun qarindoshlarim manfaatlansin deb Uyg'ur tilida yozilgan Islom qonuni nomli kitobimni besib chiqarib, hadiya qilishni ko'nglimga pukdim. Qarasam safarim sal uzrab qoladigandek qiladi. Chunki Islom qonuni nomli kitob 2 tom bo'lib, buni besib chiqarishga xeyli ko'p vaqt ketib qoladi. Bu sababdan kichik bolalar uchun xolis tavhid aqida savol-javoblik qilib, aqoid javharlari nomli risolani tuzib chiqdim. Buningga qo'shib, aqida sohasida favqulodda mo'tabar Qur'on kitobi hisoblanadigan Imom Tahaviyning Bayonus Sunna nomli asrini qisqa va ixcham shaklda Uyg'ur tiliga tarjima qildim. Ham mazkur kitoblarimni barliq diniy qarindoshlarimga hadiya qilmoqchi bo'ldim. Aqida javharlari nomli bu kitob garchi Qur'ondagi asr surasidek iboralar qisqa bo'lsa-mu, islomning yiltizlarini, aqida asoslarini, diniy arkonlarini va iymonning usul aqidalarini o'z ichiga olganligi uchun diniy qarindoshlarimning yoqtirib o'qishiga noil bo'lar degan umiddaman. Bayonus Sunna nomli kitobning tarjimasida arabcha grammatika,
sintaksis va stilistik qoidalar bayon qilinmay, mazmunlarla bayon qilindi. Chunki Uyg'urcha tarjimada arabcha grammatika, sintaksis va stilistik qoidalarni so'zlab yurish navbatdagi ishimizga toza uyg'un ish emas. Damulla Sabit ibn Abdulbaqi